Bizga Gelendewagen mashinasini Zavodskoy Kovunni diskasini olib kelishgan. Razmeri 22. Mana bu yo'g'lan Badurga urilgan paytda yaxshigina vasmerka bo'lgan ekan. Buni egasi Rossiya fuqarosi ekan. Bizning ishimizni oldin ko'rmagani uchun uncha ishonmadi menga. O'sha uchun o'zi bu diskani shunaqa chiroyli tuzatishim kerakki, shunchaki ta'm bersin bizning ishimizga. Har birimizga mana shunaqa yangi model gelik nasib qilsin deganlar bir dona like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Hozircha mana bu svarkali ishlarni qilib qo'ydim. Ana endi vasmerkasini tortsak ham bo'ladi. Aytib qo'yishim kerak, bunaqa kovunli diskalar o'zidan injiq bo'ladi. Vasmerkani tortishda ehtiyot bo'lish kerak. Mehmonni diskalari rosa baquvvat ekan o'zi ham. Hozir ancha qiyshiqlari to'g'rilandi, ozgina qolgan. Hozir o'shanisini ham to'g'rilaymiz. Keyin chiroyligina bo'ladi. Diskamiz tayyor bo'ldi. Ana endi buni rangini qilish kerak, polirovkasini qilish kerak, tamom. Mabodo gelik mashinalaringizga disk olmoqchi bo'lsangiz, mana bu yo'lga qarab olasiz. Originalda ana shtrix QR kodi lazer bilan o'yib yozilgan bo'ladi. Danlilari ham, razmerlari ham mana bu tomonda o'yib yozilgan bo'ladi, o'yilgan holda. Hozir buni tashqi qilmadik, buni tashqi qilish mumkin emas. Bu kovunli diska bu juda yupqa bo'ladi. Najdaklab qo'yilgan tam, chiroyli bo'lishi uchun. Aylanishlari chiroyligina bo'ldi. O'rtalari ham hamma yo'g'i chiroyligina bo'ldi.